Mavzudan uzoqlashmaymiz. Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilar o'rtasida imtiyozli tavsiyanoma olish uchun test sinovlari o'tkazildi. Ushbu tadbir harbiy xizmatchilarning bilim va intellektual salohiyatini baholash, ularni oliy ta'lim muassasalariga kirishda qo'llab-quvvatlashga qaratilganligi bilan ahamiyatli bo'ldi. So'nggi yillarda mamlakatimizda harbiy xizmatchilar uchun yaratilayotgan keng imkoniyatlar, munosib xizmat sharoitlari hamda tizimli islohotlar o'z samarasini bermoqda. Ayniqsa davlat xavfsizligi xizmati chegara qo'shinlarida xizmat qilayotgan harbiylarning bilim va intellektual salohiyatini oshirish, ularni oliy ta'limga yo'naltirishga qaratilgan tashabbuslar alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ana shunday islohotlar doirasida imtiyozli tavsiyanoma olish uchun askarlar o'rtasida test sinovlari o'tkazilib, harbiy xizmatchilarning bilim darajalari baholandi. Bugun O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar safida muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan askarlar uchun test sinovlari bo'lib o'tmoqda. Test sinovlarining yakunida askarlarimizga tavsiyanomalar beriladi. Tavsiyanomalar jangovar va ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik bo'yicha yuksak natijalarga erishgan, zaruriy bilim saviyaga ega, namunali harbiy nizomini namoyon etgan eng munosib harbiy xizmatchilarga beriladi. Tavsiyanomaga ega bo'lgan askarlar respublikaning oliy harbiy ta'lim muassasalarida tegishli ta'lim yo'nalishlariga o'qishga kirishda test sinovlari natijalariga ko'ra o'zlari to'plagan ballarning 50% miqdorida qo'shimcha ball shaklida imtiyozga va shu bilan birgalikda respublikaning oliy ta'lim muassasalari bakalavriatiga o'qishga kirish uchun oliy ta'lim muassasalari qabul parametrlaridan tashqari ajratilgan alohida qabul ko'rsatkichlari doirasida tanlovda ishtirok etish huquqiga ega bo'ladilar. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar safida muddatli harbiy xizmatni o'tagan fuqarolarga beriladigan tavsiyanomalar ular berilgan sanadan boshlab 3 yil mobaynida amal qiladi. Ta'kidlash joizki, imtiyozli tavsiyanoma harbiy xizmatni o'tayotgan yoshlar uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular kelgusida oliy ta'lim muassasalariga kirishda muayyan imtiyozlarni qo'lga kiritishlari mumkin. Shuning uchun test sinovlari askarlar o'rtasida katta qiziqish uyg'otib, o'zlarining egallagan bilim darajalarini bilib olishdi. Mana bugun biz askarlar uchun muhim kun. Serjantlarimiz, ofitserlarimiz tomonidan bizga bergan bilimlarni ko'rsatish uchun test savollariga keldik. Serjantlar, ofitserlar bizga bergan bilimlari, o'sha savollar tushdi. Men o'ylaymanki, yaxshi topshirdim. Men imtiyozli tavsiyanomalarni olib, kelgusida o'z faoliyatimni harbiy sohada davom ettirmoqchiman. Xulosa qilib aytganda, test sinovlari harbiy xizmatchilarning bilim va salohiyatini baholashda samarali vosita bo'lib, ularning oliy ta'limga kirish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.